Assalomu alaykum hammaga. Firdaus Broker YouTube kanalimga xush kelibsiz. Men sizlarga hozir ko'zingizni quvontirish uchun shunaqangi manzarani ko'rsatmoqchiman. To'g'rizda Burj Khalifa full view bu yoq tomonda bo'lsa shunaqangi chiroyli fontanlari bilan полностью Downtown Business Bay kanallarigacha ham ko'rinib turadi. Bu yoq tomonda bemalol dengizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Kechqurun juda ham chiroyli ko'zingizni shunaqangi quvnatadigan variant bo'ladi. Ishoning, o'zingiz bilib turibsiz-ku, Dubayga kelgan paytingizda siz otel snять qilib yotmaysiz. Именно o'zingizni uyingizga kelib dam olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu bizning shunaqangi chiroyli zalimiz. Bu yoqdan kirib kelganingizda mehmonlar uchun gostivoy sanuzeli, prям полный mebel texnikalar bilan kelgan. Bu yoq tomonda bo'lsa oshxonamiz, yopiq oshxonamiz. Men sizlarga birinchi spalnisini ko'rsataman, master spalnisi. Bu master yotoqxonamiz ham полностью Burj Khalifaga qaragan uyu, ertalab turgan paytingizda shunaqangi chiroyli kofechalar bilan Burj Khalifani ko'rib yoki yangi yil paytida mushakbozliklarni ko'rib maza qilib dam oladigan payt. Har bitta xonamizda o'zini garderoblari, sanuzellari bilan kelgan variant, полный mebel texnikalari bilan kelgan. Shunday kirasiz, yashaysiz. Agar hozir yashamayman desangiz, biz Airbnb, Holiday Homesga berib qo'yishimiz ham mumkin. Mana bu bo'lsa maid room, ya'ni xizmatchilar xonasi o'zini sanuzellari bilan birgalikda kelgan. Bu hozir garderob sifatida narsalarni qo'yib qo'yishgan. Bu yoq tomonda mehmonlaringizni kutishingiz mumkin, o'zingiz dam olib choy ichishingiz mumkin. Mana bo'lsa yopiq oshxonangiz. Endi men sizga yana bitta chiroyli xonachingizni ko'rsataman. Ayollarimizni yordamchisi, ya'ni kir mashina laundry xonangiz ham bor. Bu yoq tomonda xohlasangiz detskiy, xohlasangiz gostivoy qo'yishingiz mumkin. Shunaqangi chiroyli, har bitta uyimizni shunaqangi o'zini chiroyli vidlar bilan birgalikda kelgan. Garderobnilari bor, katta-katta har bitta xonani. Endi bizda yana bitta ortiqcha sanuzelimiz bor. Shunaqangi bemalol hammasidan foydalansangiz bo'ladi. Bu master room. Master roomda birinchi garderoblarni ko'rsatib o'taman. Shunaqangi katta garderoblarimiz. Bu yoq tomonda sanuzelida ham vanna kelgan, ham dushovoy kabinasi bilan birgalikda kelgan variant. Bu yoqda bo'lsa bemalol damingizni olib, ertalab turganingizda shunaqangi chiroyli viewlardan bahramand bo'lib o'tirishingiz mumkin. Xo'p, menda juda ham ko'p variantlar bor. Tayyor xonadon so'raysizmi, investitsiya uchunmi? Bemalol o'zimga aloqaga chiqarasiz. Zo'r variantlardan qilib beraman. Bu videoda bo'lsa, o'zingizga yaqin do'stingizga yuborib, laykni qizartirib qo'ying. Rahmat hammaga.